Oktagon ligasida meni qiziqtirayotgan bitta voqealar bo'lyapti. Men o'zi to'g'risi o'zbekistonlik jangchilar va o'zbek jangchilariga aloqador videolar chiqarmayman degan edim. Men uzr so'rayman, lekin nimaga? Bunga sabab bitta negativ bo'lsa ham mayli edi. Juda ham ko'payib ketgan. Ya'ni sen ularning hisobidan prosmotr yig'yapsan, boshqa qilyapsan, sen kimsan ularni muhokama qiladigan degan bir gaplar ko'payganligi sababli shunaqa qaror kelgandim. Lekin o'ylab qarasam, ularga e'tibor berishim kerak emas, do'stlar. Xo'p, meni qiziqtirgan ikkita voqea. Birinchisi bu. Voqea emas, fikr. Birinchisi Doston Bozorovning kelajagi. Xo'p, qarangda, men 70 kilogramdagi oxirgi konferensiyani ko'rdim. 70 kilogramdagi jangchilarning holatini ko'ryapman va Dostonni u yerda qiladigan ishi qolmadi. To'g'risi do'stlar, qolmadi. Nimaga? Sayatni yuta oladi Doston. Masalan, Muhiddin bilan urushmaydi. Boyaga Mavlonbek, boshqalar hammasi o'zimizga bo'lib qoldi va shuning uchun men o'ylaymanki va menimcha mendan oldin o'ylab bo'lishgan, ya'ni uni komandasi hozirda menimcha o'sha boshqa, ya'ni chet el ligasiga harakatni boshlashgan. Nimaga? Sabab yursa shu atrofda yuraveradi. Yo jiddiy travma olmagungacha yoki janglardan zerikmagungacha. To'g'ri, hozir uni yuta oladigan raqib juda ham kam. Bitta mana Fazliddin bor edi, mana u ham yo'q. Masalan, Muhiddin yoki boshqasi urushmasa kerak. Menimcha bular bir-biri bilan urushmoqchi emas. Shuning uchun ham yo'q qiladigan ish deyapman. Do'stlar, bunaqa bo'lgandan keyin o'sish kerak. Doston o'sadigan bola, hali yosh va hali hammasi oldinda. Shuning uchun u ketish kerak. Boshqa ligalarga o'tish kerak va o'zini yana ham yaxshiroq ko'rsatish kerak. Masalan, ACA'dir. ACA'ga o'tadigan bo'lsa, UFC'ga o'tish qiyinroq bo'lib qoladi. Yoki mana PFLga yoki Amerika vizasini olib harakat qilish kerak deb o'ylayman. Menimcha ularning komandasi mana shu narsani boshlab yuborishgan. Va 70 kilodan undan keyin kim chempion bo'lishi mumkin? Meni katta ehtimolim bilan yana da'vogar, yana xohlaymizmi yo'qmi, Muhiddin va Fazliddin bo'ladi va ukalasi bo'ladi. Keyingilari menimcha Sayat bor, Amirxon bor. Meni xursand qiladigan narsa mana shunday taniqli ligada 2 ta, 3 ta, 4 ta o'zbekistonliklar o'zaro kamarni talashishyapti va bu xursand qilmasdan iloji yo'q. Bu masalan xursand qilyapti. Menimcha bu sizga ham xursandchilik bag'ishlaydi, do'stlar. Va Dostonni men xohlardimki bu ligada qolmasligini va teparoqqa harakat qilishini, ya'ni masalan Contender Series yoki boshqa ligalarga harakat qilishini xohlagan bo'lardim. Chunki oxirgi jangida juda ham ko'rinib qoldi. Uni haqiqatan ham oddiy, masalan, Mesni ligalardan, masalan, oddiy ligalar, men Mesni deyapman, uzr. O'zimizda ligalardan ko'ra oshganligi, ya'ni uni o'sha tajribasi ham va uni jangovar qobiliyati ham oshganligini ko'rib turibmiz va bu yerda qoladigan bo'lsa, u mana shu turishda qolib ketishi mumkin, qo'rqamiz. Chunki raqibni siz holatiga qarab siz o'sasiz. Raqib qanchalik kuchli bo'lsa, siz o'sa boshlaysiz. Agar raqib mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, inson mana shu holatda qolib ketishi mumkin. O'zlaringizning fikrlaringizni qoldiringlar, do'stlar. Va keyingisi kanal menga hech qanaqa foyda keltirmaydi, do'stlar. Bitta reklamalar qo'yamiz va sizlardan so'ragan bo'lardim. Agar mabodo sizga kanal yoqayotgan bo'lsa, meni faoliyatim yoqayotgan bo'lsa, videoni boshidan beri mana shu karta raqamlari turibdi. Kimga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalni yana rivojlanishiga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, marhamat kanalga yordam qilishingiz mumkin. Bu qanday tushunasiz, nima deb fikrlaysiz, bu o'zingizning fikringizga bog'liq. Men shunchaki mehnatim sabab kanalni rivojlantirishni xohlagan bo'lar edim. Shunaqa do'stlar, hammalaringizga salomatlik tilaymiz. Sog' salomat bo'ling.